Qadrdonlar, bugun Rivoj 98 omboridamiz. Bugun sizlar bilan plitalarimiz ustida test o'tkazib ko'ramiz. Albatta, bir dona temir beton plita kvadrat metriga 800 kg yuk ko'tarish kerak. Bize 8 metr 10 santimetrlik plitamiz 7 tonna 776 kg yuk ko'taradi. Lekin bugun sizlar bilan jami vazni 10 tonna keladigan man tigach mashinamizda chiqarib test qilib ko'ramiz. Videoga bitta like bosib, quruvchilarga jo'natib qo'yinglar. Ko'rib turganingizdek, temir beton plitalarimizga hech qanaqangi shikast yetmadi. Trishinalari ham yo'q. Video davomida ko'rsatib o'tamiz. Taglarini ham mustahkam binolar mana shunaqangi sifatli temir beton mahsulotidan boshlanadi. Katta ob'yomlaringizga hoziroq buyurtma bering.